Iffat serialining 41-qismi 24 noyabr 2025 yil soat 20 da Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi bilan voqealar yangi dramatik burilishlarga boy bo'ladi. Ushbu sana syujet taqdirlar sinovdan o'tadigan pallaga kirganini yanada aniqroq his ettiradi. Serialning asosiy kuchi, sadoqat va muhabbatning haqiqiy qiymatini har bir epizodda yanada chuqurroq ochib berishdadir. Yangi qismda Kamron va Shirinning ruhiy holati, ularning qarorlari va sinovlar qarshisida tutgan pozitsiyasi tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Har bir sahna ularga hamdard bo'lishga majbur qiladi. Ular ichki kurash bilan yashaydi, lekin taslim bo'lmaydi. Rejissura va ssenariy hamon o'zining barqaror sifatini saqlab qolmoqda. Mojarolar sun'iy emas, ular har bir qahramonning taqdiri bilan uzviy bog'langan. Ayniqsa, Kamron va Shirinning munosabatlariga urg'u berilgan lahzalar serialning eng yorqin tomoniga aylanadi. Ularning muhabbati sinovdan sinovga duch keladi, lekin shu jarayonda yanada mustahkamlanadi. Yangi qismda ularni navbatdagi zarbalar kutadi, kutilmagan, og'ir, ammo osishga majbur qiladigan sinovlar. Muhabbat qanchalik kuchli? Serialning bu bo'limida ana shu savol yana bir bor dolzarblashadi. Iffat yana bir bor ko'rsatadi, chin dildan qadr-qimmatni asrab qolgan insonlar hech qachon mag'lub bo'lmaydi. 41-qism o'ziga xos burilish nuqtasi bo'lib, tomoshabinga ham hissiy, ham ma'naviy jihatdan ta'sirli lahzalarni taqdim etadi. Hikoya tobora chuqurlashib, yanada ko'proq qiziqish uyg'otmoqda.